Hurmatli va qimmatli qadrdonlar. Akbar qori ham ukamiz, ham imomimiz. Qolaversa yaxshi niyatda keluvdik. Haqiqatan ham shu niyatimizga yarasha bo'ldi. Tani joni sog' bo'lsin, ilohi umri uzoq bo'lsin. Nima yaxshi niyatlar bo'lsa, Alloh taolo niyatlarini ijobat qilsin. Amin. Bu bolani bunchalik bir olimligini bilardi-yu, yana ham Alloh taolo ilohi qalbini ochib yuboribdi. Alloh rozi bo'lsin. Amin. Hammamiz qilgan ibodatlarimizni Alloh qabul qilsin. Ilohi kimki yaxshi niyat qilib shekka kelaman desa, shu bolaga kelsin. Bizning maqsadimiz shuki, kelgan odam chiroyli ibodat qilib, gunohlardan forig' bo'lib ketish. Ilohi shunaqa qori bolalar ko'paysin. Akbar qorini umrini uzoq, rizqini uzun qilsin. Ilohi ko'p yillar xalqimizga chiroyli xizmat qilishni Alloh nasib qilsin. Tani joni sog' bo'lsin. Baxtiga hoji onamizni umri uzoq, rizqi ulug' bo'lsin. Duosini olib yurishni Alloh nasib qilsin. Kim yaxshi niyatda kelaman desa, marhamat. Juda ham xursand bo'ldik. Tani joni sog' bo'lsin. Ilohi arofatlarga ham yana birga kelishni Alloh nasib qilsin. Allohu akbar. Alloh rozi bo'lsin har birlarimizga. Joni sog' bo'lsin. Ukamiz chiroyli xizmat qilyapti. Ilohi bundan ham yaxshi xizmat qilsin. Ko'pchilikni duosini o'yapti. Ilohi farzandidan yetsin. Nima niyat qilgan bo'lsa. Rahmat. Alloh rozi bo'lsin har birlarimizga.